بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Endi biz 30. ayetning tafsirini tugatib, 31. ayetninki kelgan. Cenab-ı Allah farishtalarga zaminda xalifa yaratilganligini xabar bergan chaqda shu so'rindagi voqealandi bu. Malaikalar shunda qon to'kadigan, buzg'unchilik qiladigan bir maxluqni yaratamlar deb Allah Teala şunda dedi. Endi Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın faziletini gösteriş için Adem Aleyhisselam'a bütün isimlerini öğretti dedi. Ve allama Adem'el esma'a kullaha. Adem'ge barlık şeylerin isimlerini öğretti. Her bir nesini atıp kılıyordunuz o. Tağ, derya, su, hakaza. Bu için aslamda bir lügat desek Allah Teala Adem Aleyhisselam'a öğretken. Farzandlari dünyanın her qaysi yerlari tarilib, yeyilib, her birisi bir iqlimda yaşagandan keyin o'zaro shiva lahja paydo bo'lib, ondan bu so'zlar bir-biridan da farqlangan bo'lib ketgan. Amaliyotda asli bir. Demak, naslning ismlarini Alloh taolo o'rgatgan. Ya'ni Odam alayhisalom o'z zamonida dunyoda yashab keyin maymonda deb ataydi, buni qo'yib olganmiz. Hammani mataq, madariya, mavsu deb o'rgatgan. Endi Adam degan so'z ismun ajami deydi. Qaysi tilga ekanligi o'ynamaymiz, nima? Yo'q, bu g'aliban da arab tilida bo'lishi mumkin. Chunki arab tilida alohida fazilatli til, jannat ahlining lug'ati deb qaraladigan. Oxirgi shu mo'jiza bo'lgan Qur'oni Karimning oxirgi kitobini Alloh taolo. Endi Adam degan so'z bu hozir keng ya'ni arab tilidagi so'z emas bu deydi. Shu chaqda Odam alayhisalom shunda otilib chiqqan deydi. Keyin endi Rasulullohning Qur'on vahiy shundan qilgan chaqda Adam deb shunda kelgan. Peki Araplar bunda Adem deb ishlatib bakmagan deydi. Yani şu Resulullah'ın devrideki Araplar bunda ishlatib bakmagan. Bunda onun kim bu acemi oldu. Ve aqrabu amrihi en yekun ala fa'al ka'azar. Yani veznini tushirib baksak en yakın kıldığını mesela fa'al vezni bilan xuddi azar mesela. Azar ismi acemi tuğu. Sonra azar fa'al vezni bilan kelgan bir ism deyishki bo'ladi deydi. Yani bu nimeden kirib chiqqan desen, istiqaqım Adam buni admadı. Bu Arap tili degan taqdirda ma'no turilib chiqqan deysan. Bu ism ajami deb turib, bu admadan turilib chiqqan desen, bu chaqda bu to'g'ri tutmaydi. Arab so'z bu. Tamam, tignadan kelgansa, balki adma degandan kelgan bo'lishi mumkin. Adma degan masalan qizg'och, bug'diyanlar, qaramtul degan ma'noda. Ya bug'diyanlik desak bo'ldi, qizg'och desak bo'ldi. Qaramtol mesela üçnangda bir yig'in desa, bu dunyolik ma'no chiqadigan insonning. Aw min adimil ard yoki zaminninki sirti degan bo'ldi. Adimil ard degan. Zohiri. Ha. Xuddi biz basharnimda terisi ashi yalang'och ko'rinib turgan narsa degan bo'ldi masalan, bashar degan. Hayvonning tuk qablab turdi. Bashar bo'lgandan keyin bu tuk qablab turmay terisi mana ko'rinib turadi. Masalan, qo'yninki menda qo'ltiq tarafidan ba'zi yerninki terisi ko'rinib turadi. Peki insanın bütün sakaldan başka ama bedeninin terisi görünüp durgan boğaçka sırtqa görüngenlikten başarıda batılgan. Hem de zimininki en üst tarafı degen, üst katlıma taşkı görüngen tarafı degen degen, adimil ard degen. Keştiqaqihim Ya'quba minel aqib. Mesela Ya'qub degenin meselinde Arapçadan türlendi desek, aslında İbrani ile Arapça bir tutan lügat aslı bu. İbrani ile Arapça yakınlar. Bu xuddi bir navrilning tilidek mesela. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'nin evladının tili var Arap tili. Ama mesela İshak'ın evladının tili. Ondan sonra bu tigidin bir mesela hazır mı İbrani için kısa talata deganni shalasha, salam deganni shalom deydi. Yakın ikisi. Yani azra fark var. Mesela Uyg'urcha bilan va Turkchadek, Uyg'urcha bilan Qozoqchadek bunday yiqilishib qoldi. Şu Araplar İbrani tilini o'rgansa balki 6 oyda o'rganib bo'lishi mumkin. Yani tigi bir ma'lum bir qoidalarini o'qisa, biror ma'rifumda o'zgartirmaz deydigan. Asallam bilalar. Mesela Yaqub deganda aqibdan chiqqan debdi. Yani bu nima? Ishaqdanki Yaqub kelgan. Min vara Ishaqa Yaqub. Yaqub Ishaqning aqibidan tug'ilgan. Yoki bu masalan Maysat keyin tug'ilgan yo 6 oy keyin tug'ilgan deydigan bir nusva tarixda.
Saqdan keyin Alloh taolo bishorat berdi-ku. Bishorat degan mana aqdi ma tug'ildi. Undan keyin bu aqdan kelgan o'g'il degan ma'noda masalan. Keyingi o'g'il degan ma'noda. Yaqub alayhissalom İbrahim alayhissalom bo'lsa? Saq alayhissalomning o'g'li shu İbrahim alayhissalomning Saq alayhissalom o'g'li edi. Keyin uningdan keyin Yaqub alayhissalom uning nevri, ya'ni farzandlari qatorida yani Allah bishorat bergan tariqada keldi. Demak, shu o'g'il vermez, undan keyin nevrimiz degan ta'didi keldi-ku. Ya'ni shuning pushti keyin keldigan farzandi degan ma'noda. Va idris mana dars deganimiz o'rganish, o'qish, ba'zi izlab ketishgan bo'ldi darslar. İdris degan ko'p o'qiydigan, yoki Allohning kitobini ko'p muzokara qilib, ko'p o'qib turadigan degan bo'ldi. İdris degan. Va iblis minal iblas. Ablas degan, ya'ni ya'is degan ma'noda. Mublisun deb Qur'onda bor. Ba'go? Mublisun. Ha, umidlanguchi degan ma'noda. Ablas degan unda umidlangan, butun umidini kesgan. İblis degan Alloh taolaning rahmatidan butunlay umidini zoti uzun kesil kesayotgan. Hech qanday umid qilish yo'li qolmagan degan bo'ldi. Şeytanın ha. İsmi cismine layıkın bular. El esma'a kullaha. Barlık isimlarını dedi. Nimenin ismini ise şu. İsmi alam bir nesli atılgan neslinin emminin ismini. Musammiyat yani. Esma'l musammiyat. فحذف المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الأسماء. Esma degenden bir nesinin isimleri iken de düşündüğüm bu açığa. Yani nimenin ismi degan narsani devjimay, ismlarni deb keldi. Ism bo'lganda albatta uning egisi bo'ldi-da. Idil ismi yadullu alal musamma. Demak, ism shu ism bilan atalgan bir narsaga bildirdi. Ma'lum bir jismni masalan, yoki bir mazmunni. Wa uwida minhu lam ka qawlihi ta'ala washta'ala ar-ra'su shayba. Biz washta'ala ar-ra'su shayba deganda ishta'ala ra'suhu shaybata asli buning. Dizuqo ayan bir oyatda shunda dedi. Bu yerda damirdan yoki ashyoda bir tushib ketgan narsaning o'rniga alif lamni keldi. İsta'ala ra'suhu shaybani ar-ra's debdik. Han tashladi. Miyadimi asmaul ashya yoki asmaul musammiyat degan. Musammiyat ashyan tashladi bilan al-asma dedi. Va la yasihhu an yuqaddara. An bu yerda yoq muqaddaravati demaymiz deydi. Bu hamda ikki xil yo'l nahvchining. Muqaddaravati deb ko'nglimizga fikib manda deymiz degan bir yo'l. Yo'q, bir harf bor, uni biz tashladik. Uning o'rniga ma'no dastlabtoq deb ta'vid qildik degani u boshqa bir. Natijada 2816. Va allama adama musammayat al-asma ala harf al-mudaf va iqamat al-mudaf li maqamahu. Demak, manda taqdir qilsak bo'lmaydi deydi. Allama adama musammayat al-asma deb, yani musammayat degani oldida muqaddar ba deb manda ko'ngilda tutib turib, manda qilsak bo'lmaydi. Yani bu çağda mudafni elib tashladik. Mudafni elib o'rniga daslatdik degandek. Ves'al qariyasi ahli qariyatda aslında degandek shu. Manda taqdir qilish bo'lmaydi dedi. Lianna ta'lima ta'allaqa bil asma la bil musammayat. Chunki o'qitishda Alloh taolo ayam ismlar ketdi. U ism egisi bo'lgan narsalarni uni bunda deb o'qitishmi dedi. Hozir o'qitish ism bilan keldi dedi. Mana ism deb ismga qarab o'qitishni. Ko'zlam tuniydigan. Ma'lumoti to'liq bo'lmasin, lekin shakli qarablam ma'munda narsa deb tunidi. La bil musammayat. Musammayatni o'rgatgan bo'lsa bu tog', buning xususiyati manda, buning roli ma'vo, bu deb tafsilotini o'rgatish mumkin-da. Lekin musammayatni o'rgatmay, ma daraxt, ma suv, ma tog' deb o'rgatdi. Endi bu yerda o'rgatish ismlam shunga ham qartilgan deganning dalili ambiuni bi asma'i haula. Mushinasning ismlarini menga deb beringlar ana dedi. Ya ma'nosining xususiyati nima? Aldığındakining roli nima deb unda so'ngdiga ismini so'radi. Va ambihum bi asma'im dedi. Adem alayhisalomga, ya'ni shu farishtalarga mushinasning ismini deb bergan dedi. Va lam yaqul ambiuni bi haula. Ma'no nimaligini deb bergan demadi. Yani qanda mahiyatlik narsa ekanligini deb bergan demadi. Va ambihum bihim, yani ularni avliq deb bergan demadi. Ambihum bi asma'ihim dedi. Ve ma'na ta'limihi asma'al musammayat ennehu ta'ala arahul ecnas. Hamda ismini o'tishdan nasıl keladi? Allama degan nimda da hali bizning kalbimizga kelgan savolga javob beryaptilar. İsimlarni yoki ashaylarning ismlarini o'tishning ma'nosi bu yerda ennehu ta'ala arahul ecnas allati khalaqaha. O'zi yaratgan jinslarni uni ko'rsatdi deydi. Va allamahu anna hada ismuhu faras. Mesela uningga ma'no ismi at, ma'no ismi tuga, ma'no ismi bunda, ma'no ismi falan, ma'no ismi bugun deb bunda o'tib qo'ydi dedi.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة. Onunla hemen asıl ismini gitti. Hatta ki tavak, yakiligen desek muldunuz. Andın çümüç. Şu kadar aşına asıl hemen gitti. Mağrafa çumuş mu? Çümüç. Navası dünyadaki hem ismini adam ayırmışlar mı? Bilgen de desek doğrulanıyor. Hemen asıl ismini deyimiz. El-esma kullaha. Esma da bıraktığa. Esma diyen mu? Min diyenini bildirdi. Kullaha diyen mu tekit. Hemen. Bundan asıl ismini üretim halini çalı kaldığı gibi oylap kalmam. Hemen getirdi. Yani bu hemen asıl Adem Aleyhisselam'ın şu münasebetlik belki. Aynı nasip olsun mümkün. Şu dünyamızda biz etrafımızda hemen deyimiz. Andın Allah Teala'nın ismini hemen onu çeksiz olarak kılışı mümkün. Hemenin yani hemen asıl öz muhitidir. Adem Aleyhisselam'a udul kildiğin, kördüğün, uçurtduğun naslın hemen ismini üretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Andın aşı ismini üretken nasıl var o? İsminin ilgisi olan nasıl? Şey ile. At mesela. Töge, tağ, su diyenler. Kösettireydi. وَاِنَّمَا ذَكَّرَ لِأَنَّ فِي الْمُسَمِّيَاتِ الْعُقْلَاءِ فَغَلَبَهُمْ Aradahum da. Hum dedi. Aradaha da mesela şey musammiyatdan mı aradaha da muannas keltimi dedi. Ne için bunda muzakker keltimi dedi? Çünkü onun içinde aynı akılların için muzakkerler boğan iken tagliben aşağı boysundurup aradahum dedi. Ve innema istanba'ahum ve kad alima aczahum anil imba'i ala sabili tebkid. Ulanın aciz kilidğanlıqını bilip durup uladın sordu bunu. Depression talep kıldı için ama nima uchun desa mishada bir ayblash yoki malomat qilish jihatdan. Bular xuddi Alloh taoloning yo'l ko'rsatgandek bu zaminda unda buzg'unchilik qildigan, qon to'kadiganni yaratib biz degan mundaq qilib tursak degan ekan, buni sizdan ustun turgan alaylik va buni deb ko'rsatib qo'yish uchun andan Adem alayhisalom hammasini o'tib, ajnasilni sinning egisi bo'lgan narsa shaylarni ko'rsatib turib Perestege. Aman ismini bir de bakanlar. Tepkid gün ayıplaş mı? Ayıplaş, tabi malamat kılış. Başka fil musammek az ukula nimdimesin bu ukuladan? Okular ya şu anda akıl idraklik mahlukatlar. Şunu göz tutup, anda hudduhum da akıl kişiler barek müzekker katı dedi. Mesela arada her sıvıkta, kullaha zıva, el-esma kullahadır. Deganda şu isim egillerine muzakker keltirdi. Şu zimindarda insanın başına okula olmaydı o? Jin bilan farishtalarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Aqli bo'lgan ekan. Muzakker bildigil bo'ldi. Taqribul o'qila adabtamlar. Balki uning boshqacha tafsiri bo'lishi mumkin. Nima uchun hum deb ekaldi degan. Ular ko'z tutgan shaylarni faqat ambiuni ma aytib biringlarchi dedi. Bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. في زعمكم أني أستخلف في الأرض مفسدين سفاكين الدماء. Asla meni muzzimin da qan to'kadigan, buzg'unchilik qildiganlarni izbosar qilaman deb turib o. Agar shu gapinglar rost bo'lsa, sizlar ashnasining ismlarini bir deb qo'yinglar dedi. Va fihi raddun alayhim. Demak, bular raddiya berishdan iborat ma degan so'z. Va bayan anna fi man yastakhlif من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجلها أن يستخلفوا. Yana bir narsaning bayoni bor. U bo'lsa, asho izbasar bo'ladiganlarda nurg'un barliq foydalarning anisi bo'lgan deydi, masalan. Yoki tigi, ximitirchi bo'lgan ilmiy foydalardan izbasar bo'lishga loyiq bo'ladigan aynan nurg'un foydalar, seviye, daraja borligini bayon qilib berdi. Demak, mush insonda Allah Teala'nın izbasarı yoki undan burunqi mahluqlarning izbasarı bo'lg'idek ilmiy seviye jihatdan to'liq layoqat bor, alaylik bor deb ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. U bo'lsa nima? Ilm. Ya'ni ilmninki martabasini mana bunda ko'rsatdi. Siz bilamsizlar, bilmaysizlar. Nima bildi? Bunda ulamolarninki qadr qimmati favqulodda oshadi. İnsanınki meleklerden üstünlükler gelir bana. İnsanga secde qilishga buyurdi-ku farishtalarni. Mushmo sunturganlikda. Yani insanning alohidagi tabiati farishtalar nisbatan o'xshamaydi. Farishtalar xudan programlashtirilgan, asosan shu Alloh taolo yaratgan vazifani qilaverdi. Lekin inson
yaxshilikmi qilib ketilgan, yomonlikmi qilib ketilgan. Bu menda bir xil alayl bir o'zgisi bir maxluq. Albatta hammaylarni Islam uchun programlashtirilgan, faqat gunoh qilmagan, taat ibodat qiladigan bir maxluq bo'lamizlar yoki munda go'sht qondan iborat, munda his tuyg'uliq, munda xamslangan, munda gunoh taatni tanqis qiladigan ikkili narsa qo'lda bo'lgan irodalik bir maxluq bo'lamizlar desa, ikkinchisini tanlaydi. Çoğum anda tanlaydı. Ma'qulmasdan dunyoda hech qanday taklifdan xoli, mas'uliyatdan xoli narsa sarang bo'lishni xohlamdi birisi yoki hayotda shu aql bo'lishni xohlamdi. Hayotda aql bo'lishni xohlaydi. Yani bu irodasi bor. Parijga o'xshab qolmaydi, ajimga. O'xshamaydi, lekin unda asosan Alloh taolaning sizig'idan chiqmaydigan, taat bilan xas qilib o'tilgan la yasunalloha ma amarahum va yafaluna ma yu'marun. Demek insanın aşağıda bilim, yani ilim fazileti bilen Allah'ın üstünlükine Allah Teala göğüs koyup, benim izbasarlığımga layakatlı buluşunun sebebi bana şu. Sen itiraz kıldın. Ama da depaktan lekin talışımdaki sebep mavi de göğüs koydu. Bu ilimnin, alimlerin fevkalade üstün turduğunluğa dil bulalıydı. Farishtalarga Alloh taolo bilgan ular ismini bilgan bo'ladi. Bu vaqtida ularni bu ismini bilgandan ular odamga o'xshash, shunda o'xshash sharqqa ega bo'lgandan ularning yana ularni bayqa deganda yana biz bo'lsaqmi, biz xalif bo'lsaqmi, biz maqsad degandek da'vo. Shu oyatning oldida tafsiri inni alim va la ta'lamun deganning usta Alloh taolo shu yerda sizlar bilmaydigan aslini men bilaman dedi. Buning ichida Muşu insanın püştüden, sen kan töküdü, unda kıldı degene olan. Yani aş kan tökeş, buzuqçılık kılış, koludu turup, şunu taşlap, evliyalar kılgan, peygamber buluduğan, yani peygamberlik mi Allah Teala minha deymez, lekin peygamberler çıkıdı, evliya çıkıdı, sıddıkın, şuhadalar çıkıdı, dep, manda alayetini sanadı. Yani bunun için, ma'ala ta'lamunun ilminki mef'ulun beni demedi şey. Demek o yerde nurgun nasi var mı? Lekin faqat hozir bilmaydigining ma ismini bildi, sen bilmaysan. Masalan, shu yerda bir narsani ko'rsatib qo'ydi. Mana ta'lamunchilik bir misol deydi. Ha. Ashadam da siz bilmaydigan nurg'un narsa bor deb majhul holatda qoldirib qo'ydi. Bu hikmatni endi balki Alloh taolo o'zidan bilishi mumkin. Biz bunda tasavvur qilib qolsak, bunda valillahil matalul a'la. Qalu subhanak. Demak, bular hozir o'zining xatolashganligini darhol sezdi. Siz bilan subhanak darhol lamzaga seni paklaymiz barliq nuqsondan, kamchilikdan seni paklaymiz. Darhol o'zining mavqesini ifodalaydi. Tanzihan laka an yakhfa alayka shay. Yani sana hech qanday narsa maxfiy bo'lib qolmaydi. Bilmay qolmaysan. Seni bunda bilmaslik yoki noma'lum bo'lib qilish, bunda ishlardan seni paklaymiz dedi. أو عن الاعتراض عليك في تدبيرك ياكي سنينكي مشندا قلمقچı olan, orlaştırmakçı olan şında itiraz kılıştın. Yani sen itiraz mı kılmaydigan zat, itirazga uchrashdimi pak zat deb qaraymiz. Ve afadatna al-ayatu anna ilma al-asma fawqa at-tahalli bil-ibada. Mana mush oyatdan ismlarni bilishning o'zilam quruq ibodat bilan zinnatlanishning ustun o'rinda turadigan bir martaba ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Masalan, birisi ibodat qildi ekan. Yoki yana birisi bildi ekan. Albatta, biz normalda bilim degan ashunda mevasini keltiradigan foydaliq, shu kishiga foyda yetkazadigan bilimni ilm deymiz. Yani mishada faqat bilishning o'zi bilan quruq bilishmavi, ha? Ma'lumot dedi. Shuni da biraldi. Shuning o'zi bilanmi Aparishlining aşıqı, majgim to'sar ibodat qilgan derisdan ustun turganligini ko'rsatdi. Hal yastavillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Yani bir oyatda shahidallohu annahu la ilaha illa huwa va ulul ilmi. Demak, mishada ahli ilmlarni mi dedi? Bu mu ahli ilmlarning bir martabasini ko'targanlar. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Fa kayfa bi'ilmi ash-shari'a? Yani bu ismni ham bilib qolsang ibadet qilganda shukur turibdi. Shariat ilmini bilib qolsang, bu nurg'un ma'lumotni bilib qolsang, o'sha martabasi qanday bo'lib ketmoqchi deydi. Shunga ilm so'rini farishtalar hozir bo'lgan, rahmat yog'digan, Xudoning ko'ngliga sakina, aromlik
manda bahş etildiğin bir soru. Mectema kavmun fi beytin min buyutillah yatluna kitaballah ve yatadarasunahu fima beynahum illa nezelet aleyhimus sekine ve gashiyatuhumur rahme ve zekerahumullah fi men inde. Demek bu tövbeş fazilet. Bundan başka nurgun fazileti 14 fazilet var dedik ko. 14 fazileti apagan. Hatta bu sorunda ottara şulallam ya 14 karamet var dedi. Abdullah Samarkandi. İlim sorunda ottağım. Şu ottara şulallam şu ottağın vaxtımızda eğer sırtı boğan bolsa bir günah masiyet üstü bolsa mümkün. Mesela televizyon karab ottağın, kino karab ottağın, ya bazı gayret şikayet kılıp ottağın. Elbette bundan aslında hali bulanmaydı. İlim sorunda ottağın diken. Onda üzülüp ottadı. Allah'ın zikir kılış var. Peygamber Aleyhisselam doğru sallamış var. Sonra ve innel melaikete la tada'u ecnihataha li talibil ilmi radam bima yasna. Okuğuçuluğa, talibulğa periştiler kantını eğip durdu. İlimnin kadrini bilgen periştiler. Sonra kantını eğip durange. Bana bu şey bildik ona. Allah Teala ilmin kadrini gösterip koydu adı. Mağdur onda bildi o dedi. Yani ki ama periştiler de belki onun başkanlığının sebepli var. Ya Allah Teala uğurlaştırışı var. Sonra bazı alimler sen talibinin bolsam, ben sen güz destek mahmur edin. Çünkü Paris'ten kanıtı var. Onu tevil kılıp, ya bu mandat geldik, ihtimam ve raaya derecesi hacetsiz. Belki biz köyümgen var Paris'ten kanıtı iyilik oluşu mümkün destek mahmur yolda. Bu mümkün emez bir muhal iş olmanıken. Müziğe fakat dini ilim bilen basmı ya mesela fani ilim bulmuş olur. Ama ilim üçüden. Şikayetinde Allah Teala'nın Ama bu şu isimli ögütüş. Yani şu isimlerini bilişi bilen fazilet gelişti mi? Yani bu dini ilim, ya dini neslinin ismi emesti bu. Yani umum ilim. Yani şeriatın ilmi elbette Allah Teala'nın tonuş, ahiretini doğru düşünüp yetiş, materyalinin aldığını orun turdu. Bunun başkalarının da hata bilen sansak, Teala'nın şu ilimlerini farz-ı kifaye derecesi yapırdı. Hatta muayyerleşken kişiler, aslında başka fenni bilimlerini şu kişilerge muayyerleşip kaldı, farz-ı ayn deydi. Demek bu fenni ilim, dini ilim de bunda ayrış keyinki devirde, Müslümanlık ayrılaşkan devirde peyda olup kalan narsa. Hatta ilim. Yani dini ilimler zürrülük tarafından aldığı urunda, farz-ı aynlik tarafı boğallıktan aldığı urunda. Fekeyfe bi'ilmi şeriat, şeriat ilmine, onun başka nurgun, neslini bildiğin, bulab qalsa bu ders qanda olib ketibdi. Wa intisabuhu alal masdar subhanak. Subhana dedi-ku. Subhana, subhanu ya, subhane demedi. Demek bu yerda masdar bu. Xuddi nima deymiz? Shukran. Afwan deymiz-ku. ahlan. Ahlan, marhaban. Shu o'xshashlar bu arab tilida shunda masdarni shunday ishlatish bor. Bu g'alati ahvol emas. Subhanak demak masdarni bildirdi. Yani bunun mesela muqaddar vazek sabbahtullah tasbihan. Xuddi shukran ashkuruka shukran degandik. Yani seni hem kamtuklikdan jiroq tutma, poklayma degan ma'no. Sabbahaning buzuq vas neri ketish jiroqlash degan. Yani misali Alloh taoloni barliq nuqsonlardan kamtuklikdan jiroq, pok tutma degan ma'no. La ilma lana illa ma 'allamtana. Bular o'zir bayon qildi. Alloh seni poklaymiz. Fakat sen bizge öğretkeninin başka ilmi yok. Onun işi de, bizge öğretkeninin işi de bu isimlerinin ilmi yok. Yani isimlerini öğretmekten. Demek biz aşağı öğretkenini bilmemiz, bu başkanı bilmemiz. İsimlerini bilmemiz. وَمَا بِمَعْنَا الَّذ۪ي مَا عَلَّمْتَنَا diyene illa اَلَّذ۪ي عَلَّمْتَنَا. Sen bizge öğretkenin başka ilim yok bizde. وَالْعِلْمُ بِمَعْنَا الْمَعْلُومِ. İlim diyen müşahede, ay malumat değil hazır. Malum narsa. Ey la ma'luma lana illa allazi 'allamtana. Sen bizge öğretken narsadan başka bizge ma'lum bo'lgan narsa yo'q. Innaka antal alim. Sen hakikaten hemmeni bilgüçi. Öğretilgen emas dedi. Alim gayrul muallam. Lekin insonlar bilsa, Adem Aleyhisselam farishtalar bilsa, bu öğretilgen. Alim mesela muallam bo'ldi. Alloh taoladan ilm öğretilgen bo'ldi. Lekin Alloh taolo alim desak, bu bizatihi. Unda başkalar tarafından öğretilgen bilim ağan unda emas demek. El-hakim fima qadayta ve qaddarta. Takdir qilgan, qazo qilgan, hukm chiqargan ishlaringda, belgilagan ishlaringda hikmat bilan ish qiluvchi. Vel kafu ismu inna. Innaka degan. İsmi inna. Ve ente mubtada.
innaka anta yani anta mubtada ve ma ba'dahu xabaruhu antal alim degan mubtada bilan xabar chiqsa vel jumla yani antal alim degan mubtada va xabar chiqsa birlashib turib innaninki xabari ismi kaf dedi أو أنت فصل ياك أنت دقا مضمير الفصل هذا تاكلشك باشقار نما كيلدو زدقا فصلنا وبالآخرة هم يوقنون دقا والخبر العليم أنتنا فاصل شن كالده بسك مبتدا خبر عليم بولدو أنت حكيم دقنا إشكينجي خبر بولدو دبتو demek mubtada bilan xabar ish qismi yetishib turib uni kafninki xabari hozir anta mubtada dedi antani birinchi qarashda mubtada dedi ikkinchi qarashda yo'q bu jumla atrodiya buni fasl kelib qoldi ikkinchi qarashda fasl uchun keldi mubtadaninki kafning xabari al-alim degan shu dedi innaka al-alimu innina xabarlanadi vaqtda ama jumla bunda innina xabar bo'ldi hozir ikki arabni bayon qildim ikki arab birinchisi kaf mubtada namaz isminna ondan buningki xabar endi cho'sa antal alimul hakim degan bu hammasi bijilish bilan xabarning o'rnida fi mahalla raf xabar inna yoki munda desak bo'ldi deydi kaf isminna ondan anta arliqda so'qlab chirib olgan muham desak damir fasl xabar qasi esa al alim hakim degan bu xabar sani ekan damir fasl va tavkid bo'lgan anta kapten tavkid bil oxirida umyuqini shu ta'kiddan bor demak farishtalar bunda o'zlikni bayon qildi ojizlikni ifodalagandan keyin alloh taolo odam alayhissalomga xitob qilib ey odam anbihum bi asmaihim avlarning ismlarini ma'lum deb beradi dedi falamma anbahum bi asmaihim Adem Aleyhisselam farishtalarga ashunasining ismlarini deb bergan chaqda samma kulla shay'in bismi. Yani Adem Aleyhisselam hamma narsaning ismi masu at daraxt bir-birlab hammani atab berdi. Anda atab bergandan keyin qala alam aqul lakum inni a'lamu g'aybas samawati wal ard. Men sizga demadimmi? Men osmonlarning va zaminning g'aybini bilaman. Yani sizler tuyup bakman, anlap bakman, ahvallarını bilemem. İnni alim ala ta'lamun dedi o. Mala ta'lamun ne olsa, ta'lamun gaybe semavat olur. Hem ne demek için şey? Hem gaybini bilemem demedim mi? Parasını okumayı gelmezsin mi? Şimdi okumaydı ki. Fakat hem de üretken nasılın ismini bilsin ki. Ma loh, ma kalam mesela. Ya ma cin, ma iblis tabi bunda üretken bu olsa. Ya ma cennet mesela. Ey ma gaba fihima ankum. Mimma kana ve mimma yakun. Men siz bilmaydigan nurg'un mushu osmon zaminlardagi siz ko'rib bakmagan, bilib bakmagan, anlab bakmagan g'aybiyatni hammani bilman demadimmi? Mimma kana ve mimma yakun. Bo'lgan va bundan keyin bo'ladigan. Va a'lamu ma tubdun tuzhirun. Yana taqa sizlar sidq chiqarib izhor qilgan narsani bilman. Maxfiy ko'nglingda yo'shigan narsani bilman. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Endi Rasulullah'a xitob qilyapmiz ama şu vaqtni eslayinki biz şu chaqda farishtalarga Adamga sajda qilinglar deb buyurgan to'xtadi. Ay iqda'u lahu yani ta'zim qilinglar va aqirru bil fadli lahu. Adamda bir ta'lildak tafsir qilgandir. Yani sajda qilinglar demay buni. Sizlar buningga bo'ysuninglar. Bunun fazilet eskilik iqtira qilinglar dedik demakchi. An Ubay ibn Ka'b va an ibn Abbas radhiyallohu anhum kana zalika inhina'an wa lam yakun khururan ala al-dhaqn. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu bilan ibn Abbas radhiyallohu anhuma bularning kelgan tafsirda bu sajda nimadan iboratda? Bunda egilishdan iboratda. Bunda ingishish. İnişiş, İngilizce ibaretti. وَلَمْ يَكُنْ خُرُورًا عَلَى الدَّخْنِ Resmi يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا dedi ayette. Yani secde üçgen çağda ama adamın iğneki şunguydu yani. İğneklerini şungutup bunda secde vardı dedi. Farishtalar şu nimaga secde qilgan çağda egilganda o da resmi secde qilmagan demakchi. Namoz secde qilgan. Unda secde qilmagan. Yani xurur degan shungush. Başladı pəskə düşüşdüyüm.
Ve kharra raki'an ve anab. Tüvellidi. Geçiyorsun kısıdaki kıyamet düşümde 19'un bir kuyaş, 11 30'u göz bulamaz. Secde dedik ki Secde. Endi onun secdesi qanday desa, müşay o'xshash har xil deb baqadi. Yo'q, haqiqiy secde qilgan, onun shariatida secde qilish bati deydi. Yo'q, bunda salom bergan, tahiyya bergan deb baqadi. Degan secdening asli lug'at ma'nosi az-zohir deydi. Az-zohir bunda peshonni, jabhani yerga qo'yganlikni bildirdi. Vel cumhur ala annal ma'mura bihi wad'ul vaj'alalar. Yani demek cumhur ko'pchilik olimlar peshonni yerga qo'yib, rasmiy peshonni yerga tekkizib secde qildi deganda deb shunday tushungan. Yani secde degan so'zdan bizim ma'nosini zohirini oldi demişler. Ve kana sujudu tahiyatan li Adam alayhisalam fi sahih. Secde qilish ashada Adam alayhisalomga salom berishdan iboratdir. Secde qilib salom berishni buyurgan Allohdir. Allah Taala buyurgan bo'lgan ekan secde qilishni. Yo'q bu xato qildim, Allohdan boshqa secde qilsa bo'lmaydi demaymiz. Ama şu xato to'g'rini belgilaydigan zot shu buyurdi. Undan ekan bu secde qilish Allohning buyrug'idan bo'lgan ekan. Bu gunoh bo'lmadi. Yani sahih degan bo'lishi mumkin. Ya sayyidisi bunda kelgan demoqchimishadi. Yoki to'g'ri qarashda shunda. Chunki endi chunki law kana lillahi ta'ala lamamtana anhu iblis. Çünkü bu yerde secde qilish odam uchun secde qilish emas, Allohga secde qilish uchun bo'lgan bo'lsa, iblis bu yerde boshlatmaydi, secde qilibdi. Lekin bu takabburlik qilib, men bu o'tda yaratilgan tuzmush, laydan yaratilgan mushunga secde qilamdim deb, uni o'zini afzal deb qarab, Alloh taoloni xuddi xato ishtigandek, sen fazilatlikni hozir tuvan birisi secde qildirsa deb Alloh taolo e'tiroz qildi. Agar Alloh taolo o'ziga mana secde qil degan bo'lsa-da, bu secde qildi. Shu kadar secde qilib kelgan. U Alloh taolo secde qilishni boshlatmaydi. Yo'q, malaikaning ixtiyori yo'q-a? Ha, u ixtiyorlik bordan. Lekin ma oyatning zohir bo'lganda shaytonda hamda xuddi insonlar o'xshash ixtiyorlik borligi chiqibdi-da. Ha. Shaytonda bor. Boshqa malaikaga o'xshamaydi-ku. Shayton jindan bo'lgan ekan. Malaikani nurda yaratgan, shaytonni o'tdan yaratgan degan qarash bor. Ve kana sujud tahiyati jaizan fi mamada. Yani deptamda ay dastlabki chaqlarda burun deydi. Salom bergan chaqda salom uchun secde qilish batdi deydi. Andan Rasulullohning o'z so'zi bilan amaldan qoldi debdi. Li Salmana hina arada an yasjuda lahu la yanbaghi li makhluqin an yasjuda li ahadin illa lillahi ta'ala. Bir makhluqning Allohdan o'ziga hech kimga unda secde qilishi to'g'ri emas. Lekin jaizan fi mamada deganda xuddi Rasulullohning davriga kelganga qadar bu secde qilish batdi salom bergan chaqda. Keyin Rasulullohning bo'lib o'rgatilgandan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin Salmon iymon etib kelgandan keyin bunda deyish bilan bu amaldan qolgan debdi. Balki unda bo'lish notayin. Salmon Farisi bu dindan chiqib tanirkendan qoldi-ku. Ateş parasını çıkıp, Hristiyan dinine çırıp, Hristiyan dininden çıkıp, ondan cep dillarını körüp, tekşürüp, onun dinken onda Resulullah'ın ibadetildiğinliğini haber tapkan dinken şu nime tarafke birip kaldı bu. Mekke tarafke, Medine tarafke birip kalıp, ondan şu çağı Resulullah'la uçraştı. Demek buyuru demişede, ustudu li Adem depte, fesecedu illa iblis. Fehmişede, li ta'qib. Şu hemen derhal secde kılınlar baş secde kıldı. İlla iblis. Fakat lam iblis. İstina muttasil. Yani ne kendine yani muttasil desek ne buldu da periştelerin işinden bireylendi. İblis mi? Ha, iblis. لأنه كان من الملائكة كذا قاله علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. Demek bu sahabe bu periştilden te, bu periştilin qatardan te dep qaragan. Şunu biz istina muttasil dedik deydi. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْاِسْتِنَا يَكُنُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. Hem asli kaid boyunca müstesna diyen müstesna minhum'un cinsinden buldu. وَلِهَذَا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ dedi. Biz periştilerine secde kılınlar da buyurduk. İkinci kadında ben buyruğunumda ne için secde kılmayı turaldım dedi. Demek aşı وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ diyen buyruk hazır. Aşı iblis kılma kılgan buyruk demek bu melaikenin işçiden de demek şey. Melaikenin buyurdu dedi. Ondan seni buyursam nişkin secde kılmayı turaldım degenden aş buyuruş melaike kılgan boğanken bu melaikenin işçiden kendi.
Endi malaikadan da, jindan da, onun oturmanda fark var diye talaş tartışmam. Ve kavluhu kâne minel cin. Endi bu kâne minel cin diyen tuğa bir ayette. Dedim malaikadan davetsiz dese manahu sara minel cin. Kâne minel cin, kâne diyen söz kim bunda bulup kaldı bu. Yani demek bunda asilik kılıp, bunda kıyanın kim? Bu jindan bulup gitti. Jinlardan bulup gitti. Asli malaika gitti. Jinlar ayda asilik kılgan, üzgünçülük kılgan tabiatı var. Bundan nasıl olgan diken bu periştilden çıkıp keyin attı jin olup ketdi bu. Yani Adem Aleyhisselam'ın zımınga yaratıp ne kılışını jinlarni yaratkan Allah. Jinlar buzgunçuluk kılgandan keyin periştilini düşürüp onu tağlağa arallar qo'yib o'tgan. Tamam? Yani bu jinlardan bulup ketdi deydi. Yani jin bilan malaikaning nimasi yaqin. Tamam? Tabiati yoki yaratishi yaqinroq kelgan. Hazırki iş qilganchilar shu vaqt qo'lib ketganchilar shu. Şu qo'lib ketgan jinlar yoki shuning avlodidan bu. Ha, avlodi. Demak, biroq bir yo'q keyin nim qilganlar shu shuni nim kelganda shu. Şu çağdan da arallarga, tağning cho'qlariga qo'lib o'tgan. Kas-kasda shagi tushib buning farzandlari makonlashib, bunda odamlar qilgan ahvol bor. Hatto Rasululloh Makkadan sirtga chiqqan chaqda Qur'on tilovatini anglagan. Tamam? Şu jinni nasibin, şu namasan falaniyalik jillar, saniyalik jillar deb shuni anglab, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi degan. Ve ular anda mu'min bo'lganlar bor. Ya bu zaminda yashaydan bu. Sahabe jindan bani tutuydu bak. Ertetiyen ben sağımda köğsüne de bir Süleyman Aleyhisselam'ın duası esik yapılıp koyulurken bu benim bir kısa varken. Efritun minel cin. Dinle bırakanda İfriti en yamanı. Xuddi hozir masalan bu falan insanların islamında alim ya profesör deymiz o. Muşunda yaman hem en bilimlik en yamanı. Şuna Bilqisning taxtinaga qala ifritun minel cin ana atika bihi qabla an yartadda dek tarf dedi. Efrid anda dedi. Andında ve qala alladhi indahu ilmun minel kitab o unundan tezekleman dedim. İlimdeki yaman çıktı. İlimdeki yaman çıktı. Bildiğine manda tezekli vidaleman dedi. Yani şunu da bilimden kadri hem. Demek efrid müşahede en yaman yoki unda iqtidorlar yoki baklam asi degandek manda ma'no bildirishim. Uni albatta ismi chiqib qolsa ta'rif qildi. Bu qaysi so'zdan kelib chiqqan mazmuni bor degan. Yoki adab darhol unda ifrit desa odat insonning ba'zi bak shu nimani shayton odam bor demakchi ifrit deb qo'ydi. Yani shaytonni usul soldigan odam demakchi. İlla iblis. İblisdan da jindan bo'lib ketdi degani keyin asilik qilib bunda jin qatori o'tib ketdi deb. Ka qawlihi fakana minal mughraqin. Va Nuh alayhisalomning balasi aql shikoyatmi? Yani bu g'arq bo'lib ketganlardan bo'lib ketdi bu. Shu qatoriga chiqib ketdi degan ma'no. Wa qila al-istisna munqata. Endi ma istisna munqatadir. Munqata o'zini bo'ldi. Bu iblis boshqa bir jinsda. Malaikada emasdi. Lekin shu so'rinda qatorda bağlagan ekan, bunda deyilib qoldi dedi. Gayda aş iblisni en alimeti, aş malaiklar en alimi ders juda o'zbeklar tasavvurga asos var ketmay qo'rqib. Ha bilimligi cho'ngning birisi. Bu zahiri cho'ng bu iblis degan. Kattalarning birisi ham. Iblis degan shu bunun cho'ng hamda bu. Li'annahu lam yakun minal malaika. Çünkü bu farishtalardan emasdi. Bel kana minal jinn bin nas. Kana minal jinn tafasaqan amr rabbish. Nima? Bin nas mana. İnek ayetinden nas derecelik ayetinden mana. Kana jinn nas ve huwa qawlul Hasan ve Qatada. Demek ki jindan de farishtalardan de bunda tarashlar. Ayol jug'urib tutsak birisi inek aqma qari digilmaydi. Yani jindan bo'lamda farishtalar ish qilib asilik qildi shu so'rin bu. وَلِيَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَارٍ وَالْمَلَائِكَةُ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ. Demek bu iki cinsde mana. Yaratılgan asli maddesi okşamaydı. وَلِيَنَّهُ أَبَى وَعَصَى وَاسْتَكْبَرَ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ dedi Müslüm. وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Demek bunlar sızıktan çıkmaydıgan bendelikte. Lekin bu asilik kıldı olan bunun tabiatı okşamaydı ki. Bu cindin demez.
وَلِيَنَّهُ قَالَ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Demek bu şeytan dizgolmuş onda. Başka bir ayette beni koyup bu ne vanın püştüne, evladını başını dost tutamız dedi. Bu başka bir ayetinde. İken de وَذُرِّيَّتَهُ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Yani Allah Teala davetmez sözü ama. Yani benim ordumda beni dost tutmay, şeytanını ve onun evladını dost kılıp alamızlar dedi. Yani zürriyetehu dedi. Periştiyanın zürriyeti olmaydı. Tenasül yok periştilde. Yani bu şeytanın evladı var şimdi ama zürriyeti var. Ondan sonra bu periştilde emez diyenini bildirdi dedi. Deliline kaya otursam da şu bir kadar kuşluk körünep gidiyor. Yana mağanın deliline kayası mağan kuşluk körünep gidiyor. İhtimaller. Yani bu Allah Teala muş köpünçe alımla tengiden ıhtılapıştığı meselede Allah Teala'nın inetlemegen meselesi. İnetleyen bolsa asıl ıhtılap bulmaydı. Ne oldu? Periştildim mi ya ki cindim mi bunun bilişten anca beklemesi yok, emet yok. Eğer zörül akidege bağlılık şu olsaydı Allah Teala bu iblislerinin tabiiyeti mandatı da fevkalade ta'kidlab ixtilof bo'lmaydigan holatda uqtirdi. Farishtalarning tanasul qilib avlod ko'rishimiz yo'q, farzand ko'rmaydi. Va anil jahizi annal jinna wal malaikata jinsun wahid. Jahiz bu hamda mu'tazila cho'ng adib manda debdi. Jinlar farishtalar bir jins bu. Faman tahura minhum fa huwa malakun. Ulardan bek pakiz olab, derecesi üstün bulab saplışıp ketkenlere farishta bo'ladi. Wa man khabutha fa huwa shaytan. Nachar past bo'lib ketgani shayton bo'ladi. Wa man kana bayna bayn fa huwa jin. O'ttirib qolganlari bo'ldi. Onda olsa şeytan degan bir mo'ncha degan gap bo'lib ketdi-ku. Şeytan jiq agar şeytan bo'lsa butun insonning qanday o'zlik bo'ladi. İblis bir şu asa şeytanın gaybesi bir olmuş. Şu shayatin deb jam keldimi ekan buni? Ular qancha iblisdan avloddirmi? Albatta. Avladır deydi. İblisning avlodlari uningdagi insonlarning ismi bor shaytonlar. Shayatinul ins val jin. Lekin iblisdan yana birisi şeytan bo'lmi? Ha şeytan. İblis zaten ismi tek mesela. Şeytan degan u hamda ash bir jinsdek. Shayton degan jiraqlashib ketilgan bo'ldi. Va man kana baynaman fa huwa jin deb qoldi. Bu Jahizning o'zining tahlili ekan. Aba illa iblis aba. Faqat iblislam bosh tortdi. Buyurilganga unimadi dedi. Unimay turib oldi. Vastakbara, ya'ni cho'nchilik qildi. Va kana minal kafirin, va kafirlardan bo'lib ketdi. Demek kafirlar kafirlardan bo'lib ketdi desak bo'lsin ama ya kafirlardan desek bo'ldi. Vasara minal kafirin debdi. Kafirlardan bo'lib ketdi degan ma'no beribdi. Bi ibaihi va istikbarihi va raddihi al-amr. Demek bu boshtat qillikdan, takabburlik turganlikdan va buyruqni rad qilganlikdan kafirlardan bo'lib ketdi. Demek Allah'ni tunisilam, şolallam mu'min bo'ldi deb bo'lmaydi. Allah Teala'nın buyruğuna boysunup, andın Allah Teala'nın da samanda hatakında hükmü itiraz kılmasa, andın buludu. Numanda havarizden atlayız. Buna gelip Havarizden mi? Şu an ama delil kaptırdı. Yani bu ma'siya bilen, isyan bilen kafir olup gidiyor dedi. Lekin bu yerda jinski bir farq, bu asilikla emas bunda. Secde qildi, secde qilmadi. Secde qilmay keyin nimdida? Asjudu liman xalaqta tina halaqtani min nar va halaqtahu min tin. Demek Allah Teala'nın iradesiga, hikmetiga e'tiroz bildiradi. Sen joyida qilmading buni. Men bu bunda yaratilganda men shuni sajda qilamdimi? Xuddi to'g'ri hukm qilmading sen deb hukmiga e'tiroz qilyaptilar. Matir bir xatarli. Bu ma'noda hech qanday to'g'ri bo'ldi. Ha. Cho'ngda shunda o'zini cho'ng tutib bu. Allah Teala'nın bu o'rinsiz buyruqi degandek nima qilar? Secde qilmay turib oldi. Demak, asiliklam emas, uningga yandishib Allohning hukmiga e'tiroz qilish bor. Ikkisi birlashdi. Undanki xavorijning ham unda jin o'tamaydi. La bitarkil amal bil amr. Mana, demak, buyruqni o'rinboslikdan emas, buyruqni butun rad qilib to'g'ri topmadi bu. Yana tarkasuri la yukhruju minal iman. Mana yana shu ahli sunna dinimiz hozir shu
Maturidiya qarshini deyapti dedi. Ama bularninki iymon amalni o'z olmaydi degan qarshi bo'yicha, ya'ni sajda qilish buyruqini o'rindamaganlikdan ham kafir bo'lib ketmadi bu deydi. Demak, ahli sunnatning nazarida bu kufr toplanmaydi. Ahli sunnat degani şey müşahede maturidiya ya ashariyan billah. Yani bunaga mazhabi e'tiqodli ya ahli sunnat degan biz bu ahli sunnat nazarida iymonning jumlasidan ash amal mubabir parçası deb turildi. Mush kichik gapdan jiq gap chiqishga biz namozni namoz qilmaymiz namoz qilmaydi. Lekin Alloh namoz qilmay o'tirdi, o'qimiz bana sabab o'tirdi. Xuddi kafir demaymiz, lekin salafiylar kafir demaymiz, asi deymiz. Salafiylar kafir. Kafir deydi. Tark sujud yaplar. Kafir deydi. Demek bu şey ahli sunnat degan atalg'uda masala var. Tark surat ne şu? Arda İmam Ahmed'ni İmam Şafii to'xtatib ekan. İslamga nim bilan chigan? La ilaha illalloh bilan chigan. Unda islomdan chiqas la ilaha illalloh shu yo'q bo'lsa chiqda, islomga chigan narsa batusa bu qanday bo'lib islomga chiqib qoldi degan. Demak, xilafat lil mu'tazila val khawarij. Demak, bu maturidilar şu diyarlarda maturidilar mu'tazila, khawarij, jahmiya va kaza intayin beklam buzib ketgan toifa qarda o'zini ahli sunnat deb mayda kirib chiqqan bo'lgan ekan. Mana biz ahli sunnatdir munda dedi. Ega boshqa diyardan ahli sunnat biz tiqlaydigan yana bir ko'rib olimlar var. Hozir bu o'zini ahli sunnat deganlar ash'ira, maturidilar bu toifatu dalla deb qaraydi. Aqid tarafida inhirafatlar var dedi. Ev kana minel kafirine fi ilmillah. Allah'ın ilmide kafirlardan ide degan. Bu mında tafsir etsak bo'ldi dedi. Ya Allah ilmide bunun iblisning secde qilmay, mishad asilik qilib kafir bo'lib ketganligini Allah Taala buni bilgan. Ey ve kana fi ilmillah ennehu yekfuru ba'da imani. Demek bu iman etib, bir muddat o'tgandan keyin secde buyurilgan chaqda e'tiroz bildirib, secde qilmay kafir bo'lib ketdi deb Allah Taala burun bilgan. Ennehu kana kafiran abadan fi ilmillah. Çünkü Allah Taala'nın ilmi ezelisi olan ekan, o ma'lum dedi. Ve hiye mes'eletul muvafa'a. Muvafa'a degan ityan degan bo'ldi. Meseletul millet. Demek bu şeyde ityan desek daha düşünürüz anlamda. Meseletul ityan degan. Yaki Allah'ın dergahı kitiş. Yani bir insan 50-60 yıl mümin Müslüman bunda taat ibadet kılıp Allah Teala'nın huzuru bardıgan çağda kafir olup ketişim. Demek Allah'ın ilmi de bu zaten bunda kafir ketidi. Yani malum müddet Müslüman buldu, iman etkan buldu. Taat ibadet kıldı ki bunda Allah'ın huzuru ketişte ahirette bunun ahirki ahvali kafir buldu deb bilgen dedi. Ama Maturidi Ash'arining qarashida mesela muvafa degan bir nima. Başka nurg'un aqida masalalari, kalam masalalari chetishlik bir anda bir atavagan masalan. Yani buda deb qo'ymizga. Mesela Allah Taala burun bilmaydi bo'lgandan keyin ma'lum bo'ldi degandek. Anda har xil masala deb atavagan bir ahvolim bu. 35-oyat va qulna ya adam uskun. Biz hamda ey Adam asha turg'in deb. Anta va zawjukal jannah. Sen jufting bilan jannat tug'in dedik dedi. Uskun degan amr shunami buyruq. Bu nimadan kelgan? Min sakanat dara yaskunuha sukna. Bir uyda turdi, uningda turdi, unda turish, makan qilib turish degan ma'noni bildirgan so'z bu. Ida aqama fiha, demak shu bir uyda tursa, sakana yaskunu sukna deymiz dedi. Ve yaqalu sakanal mutaharriku sukunan. Mandamı değil baktı bu sakanadagi sukun hareketsiz jimib turganligini bildirdi debdi. O avlatda ma tafsir uskun yani zid qildi. Uskun degani asha turgan dediligi unda jim turmaydi, hareket qilib turdi. Dehqonchilik qildi, etizor ishlarni qildi, to'y nikoh qildi, farzand ko'rdi, bal tarbiyalaydi, tamam? Anta ta'kidul mustakin. Uskun degan chaqdimi anta degan gap bor, sen demoqchimisan? Turg'in degan. Çünkü şurada yoshirin bo'lgan damirnimi, ya'ni qayta ta'kidlab anta dedi. Yani o'tirishni ta'kidladi. Liyasihha atfu va zawjika. Yani uskun deb qo'yiblar, uskun va zawjika desa bo'lmaydi ekan. Nahvchining qoidasi ekan. Bo'lmaydi ekan. Shu hamda antani akal dedi. Bu nahvchilar unda bir qoida chiqaradi. Keyin unda unda bo'lganki, bunda bo'lmaganlikdan bunda qilganda men bir qoidani ko'rsatib belgilab oladi.
Muşunun karşıda uskun ve zevcik isim olmaydı ki. Kutu beremde isimli bir isimga atıf kılış gerek diyende. Uskun ente deyip ente diyendik yani sen ve cüpton isim oldu ki. Şunu tekleşsin ama atıf kılış cahid ulaşın mı da ekel değil. El cenneh cennette turgayan dedi. Tamam? Aleyhi ente yani müşahede uskunun içi yoşurup tuğan damiratı o sen diyen damir. Şununla zevcikini atıf kılış doğru bulaş için ente bilen bir taklif etip zahir isimde bizi keltürü etip nundin ki nundin ve zevcikini onunla atıf kıldı dedi. Yani ad-damirun mustakim demiş aleyhi. El cenneh hiye cennetul huldilleti vu'idat lil muttaqin lin naql meşhur. Bu cennet qasib sen ay muttaqilar Müslümanda yaxshi amal qilib manda solihatni qilsanglar iymon etsanglar kirishlar degan va'da qilingan jannat o'g'o mangu yashaydigan mangulik makon bo'lgan jannat shu deb. Ya'ni bu jannat hozir ma jumhurning qarshida shu insonlarni mukofotlab shigizdigan jannat shu deb. Yani Adem Aleyhisselam'dan havanımızın şu cennetke kirgen tuğun diyen cennet şu dedi, üzü dedi. Yani bir karışıkla yak bu falan bir cennette bunda atlığında dep baktı. Bundan çıkıp kalgan, bu cennette mengu kalgan tuğsa debar kıl tayin kıl. Vellamu lit-tarif el cennet o marife kaltu de. Meşhur göz karışlar ne yapıldı? Ay seyyid islaba oğulluk şun dedi. Nakl meşhur. Yani nakl adım şeyde seyyid iskeldi. Menqul yani musnad. Ama el-meşhur diyene meşhur hadisler var. Vellam lit-tarif el cennet diyen demek ula bilgen de şunu bunu. Aleyhisselam belki ismini getken çağda ma cennet mana. Ma işte daraxtdan ma falan ismi, ma buğday, ma qo'noq deb mana getken bo'lishmi. Demek Adem Aleyhisselam'dan havanımız bilgen ekan sizlar cennet turanglar. Qaysi cennet biladi ular. Aylığı cennette. Ve kâletil mu'tezile kânet bustanın bil Yemen. Yemen'deki bir bağ bustanda bu. Liyennel cennet la teklif fiha ve la huruc anha. Çünkü bu cennet degende bir vazifege teklif qilish, ibodatga teklif qilish masalan, ya cheklama masalan, mani yemigen, mani qil deganda. Uningdan chiqishmi yo'q. Çünkü Adem Aleyhisselam avanımız chiqadi uningdan. Bu cennetul xuldi bo'lsa, u mangu qolibdi uningdan. Kulna innama la yakhruj minha man dakhalaha jazaan. Bu cumhurning raddiyasi uning mukofot tariqasida chiganlar chiqmaydi. Lekin Adem Aleyhisselam havoni sinoq tariqasida chigan. Mukofot tariqasida chigan. Zimindagi jannat dedilar mi? Ha, zimindagi bir jannat adiki bir bog' bo'standa. Bazıları hatta yanlarındaki emaslar. Adem de bu bağmasın. Adem degan manda bir bog' bo'stonlik ziminde Bazıdan xotanına cennette turmagan. Kurash ko'rsa maqola e'lon qilib, jannatda adn deganmish xotan. Chunki xotanning ismi Udun deb ism bordi. Shu jannat shiyaditda deb nurg'on matematikalik lug'atdan boshqa qamlashib qoldigan ba'zi dalil deb ba'zi narsalarni akilib, 3-4 böllik maqola yozgan. Ana ahli sunnet degan gaplar shu cennet shu keyingi mukofotlangan cennet shu demakchi-ku. Shu deydi. Shuni chigan kirib sinaq tariqasida kirib keyin shaytonning ozdirishi bilan teyilib ketib chiqatgan. Keyindan Adem Aleyhisselam undan chiqatgandan keyin, ya'ni bu Adem bilan Havo onamiz shu jannatga kirdi nima? Kirgandan keyin bu shaytonning nima qilib asrat qilib. Chunki bu shu sababdan Alloh taolaning g'azabiga uchrab ketdi-ku, Adem Aleyhisselamning sababidan. Shu masalada nəhayət əsrət qılıb bu Adem Aleyhisselam'na azdır müşünümüzdən bir çıqır ötəş. Yəni Allah Teala'nın qəzəbi üçürtəş ya xatalaşdırış üçün. Əxiri onu da bunu da Adem Aleyhisselam'dan şəhət azdırdı. Bəzi işi batdı deydi, bəzi işlem bilen kirib alğan deydi, bəzi ya qanını tutturub bunda digəndə deydi. Bu ehtimallık var. Yani ben dedim o Adem Aleyhisselam'ın azdıranmayı havanımızın azdırıydı dep yapar. Bunlar da rivayatlacak bazı İsrailiyat aralışıp ketken var. Hem de mukafotlanib kirgan odam chiqatmaydi. Sinaq tariqasiga kirganlar chiqadi deb javob berdi. Va qad dakhala Nabiy sallallohu alayhi vasallam laylatul mi'raj va kharaja. Chunki Isra Mi'raj qilgan chaqda jannatda shu uzun Sayyid Buxoriy hadis bor.
Alaka deryanın oturda taş etip durduğun adam gördüm, tunudek yadi kuyup durvatkanını gördüm, yani qamaq olan iki javgaylar ilinip durduğun adamını gördüm, bundan adamını gördüm, mazina kurla, macizani gellama, nukiğala dedi o. Ve cennette da farishtalar qo'lda yetilib turib bundan ko'rsatdi. Bundacha kirgan keyin chiqqan. Mesela Rasulullohga nimaning Umarning uyini ko'rdi. Ondan yana bir daraxt, cho'ng bir daraxtning ostiga kelib atrofida shaqallar bir bo'yini ko'rib bu kimsi Ibrohim dedi. Ondan yana uning ustiga o'rladi. O'rlagandan keyin yana bir qasrni ko'rdi. Amasining qasring dedi. Shu jannatga kirganligini bildirdi deydi. Ondan eng oxirida Sidratul Muntahaga Allah'ın huzuruna çıktı işte ama. Demek şunu kirdi buna, kirip çıktı o. Kirip çıkış buldu lekin mukafat ilip andın kirge adam bolsa bu çağı çıkmaydı Halid qaladı. Bu kalam bolğan karşında her xil gaptarlık bilan dalil qaytolsa ixtilgan gap. Beralika eni keskin endi buni hal qiladiganlar talasan yo'qsigan bir dalil bo'lmagan ekan. Ikki ehtimollik bor. Ve ehlul cennet yukellifunel marife ve tevhid. Demek bunun teklif yoktu diyen gibi katta cevap veriyordu. Cennette mi? Tunuş teklifi battı. Demek bu kalam bağlanırken bunda hata yapılımı çıkıdı. Lekin köpçilik o cumhurdan ki şu cennet şu diyen karşı kuşluk hakikat. Yani bu cennetin şu olsa kamlaşmaya kaldığı yeri yok. Böyle oldu. Hatta Resulullah mesela namazı kılıp cennetin bir sabak alay deb qo'lni uzitib bulab nima qildi? Shu bir sabak olgan bo'lsam, siz qiyomat qadar yetdinglar dedi. Shu jannat ashunimizni ko'ralganmiz, oldi tamdilar. Bu aslan nagir taqildi. Bu mu'tazila jamiya mushulninki bu jannatni burun yaratib qo'ysa, maxluqmi emasmi degan masala bu o'tganda. Bu yaratib qo'ysa hozir unga 10 milliard odam chimisa u baka turib qo'ygan, baka yaratgan bo'lganmanda Alloh taolo munazzahun anil abad Hakim tutsa o adet işletmeden ziyaret koya baka turamda dep neydi? Baka tuğumuzun onun nurgun hikmetli vardı. O baka turuştumaz Allah Taala zaman dairesinin ne olgan ki bizge nispeten o burun yaratılgan ki yaratılgan deymiz. Allah Taala'nın o gap işlemeydi. Bunu üstüge mesela yani baka yaratıp koyasın çık hikmet var. Resulullah'ın sırf köstü mesela manda nimetli bağlılığını, onun manda tayyalıqlığını köstü koydu bizge haber verdi. Demek İnsanın nefsi iştiyak bağlayan gap. Aşın onda bir kirsemken, manda huzur alavat varken de nima qilgan gap. Ani do'zax nima manda azoblanganini ko'rsatib qo'ydi. Demak, unda qo'rqadigan gap. Yani foydasi bor. Xuddi mukofot berganlar qanday qildi? Mashina mukofotni mana hozir tayyorlab qo'yib turib. Bozor nima degisa, bunda qizilga egiz chiqarib qo'ymish mukofot var, bir oydan keyin nima qilamiz deb. Bunda hikmat var. Va kula minha. Onundan yanlar dedi. Cennet kiranlar onundan yanlar dedi. Nima de onun mevleri. Yani cennetten ne oldu? Cennetge bostan dedik ama nima için cennete atalgan? Yani cennet bostan, cennana degan moddadan. Daraxtda buk bıraksam bo'lganken bu xuddi alaqa ishligini yo'shirib turgandek. Çünkü cennana deganni istitar dedik-ku, jin, janin hammasi. Demak, buk bıraksam bo'lib alaqa ishligini narsa ko'ngilolmaydigan darajada unda qo'yoq daraxtlarlikni bildirdi. Va kula minha degan bog' degandikan, uni yanlar degan darhalamda nimani bildirdi? Shu mevasidan degan. Shu bog' bo'lganki uni degan baqishib yanlar desa, daraxtdagi mevasini yeydiganligini bildirdi. Fahudifal mudaf, endi mevalam emas, albatta bu yerda. Ay daryodagi baliqlari, uchar qushlar, nima? Lahmi tayrim mimma yashtahun dedi. Lahmi tayrim ba'do daraxtning mevalari ham emas. Ammo mala aynun rat, wala udun samaat, wala khatar ala qalbi basharin qat. Ularnikin mevashidan boshqa nurg'un asli bor. Hatta hurun ayn ba. Thimariha yani bildirdi. Fahudifal mudaf. Demak minha yani min thimariha demak. Yani anını ma'lum bo'lgandan thimar tarjimada deydi. Bog' degandan albatta uning mevasi bor. Shuni yangilagan bo'ldi. Rag'adan wasfun bil masdar. Demak masdar bilan sifaldir. Bayashat, qaravan, keng kushada degan ma'no. Ay aklan rag'adan wasi'an. Yani keng kushada, sinishlik, rahat farog'atlik yanglar demak. Yani an wasi'an muraffahan demas bir ma'no. Haythu shi'tuma Xalqan qayerni xalsanlar, qachon xalsanlar, nimani xalsanlar, nerede xalsanlar yanlar. Shi'tuma wa babuhu bi g'ayri hamzin Abu Amr.
Şituma bilan va şitumaga o'xshash kelgan mushu hamzilik munda kelgan so'zlarning hammani Abu Amr hamzisiz o'qidi. Şituma bisama masalan. Jituma degandek. Yu'minun degan yu'minun bunda o'qidi deydi. Bu bir xil qiraat. Niyat qaridi birsi bu. Va haythu degan so'z lil makanil mubham aniq bo'lmagan bir makonni bildirdi. Ay makanin minal jannati shituma. Yani jannatdan qaysi o'rinda, qayerda xohlasanglar, shu yerda yanglar. Agar makan desak, qayerda desa bo'ldi. Zamon desimi, qachon xohlasanglar degan bo'ldi. Va la taqraba dish-shajara. Nerede qayerda deysanlar, qanday deysanlar, mush daraxtga yiqilishib qolmanglar. Taklif mana. Bu daraxt nima? Ash-shajara mishada, yeyish cheklangan daraxt nima edi? Bug'doy deb qaraldi. Bir tafsir. Bu sal jalliq qarashinlar. Walida qila kayfa la ya'sil insanu wa quwwatuhu min shajaratil isyan. Şu anda deyildi. İnsan asli kuvvet taqati, bütün kuchini şu asilikka xos bo'lib ketgan daraxtdan elib keldigan tursa, asilik qilmay tura olmaydi bu inson degan. Tabiiy asilik bilan tutilgan bir inson demak. Demak bu inson şu dunyoda biz bug'doy yemay tura olmaymiz-ku. Bug'doy şu cheklangan chataq daraxtni o'sitdi. Lekin bu yeb turgan degan buni. Adamsa bir qadam yeshilan bu chataq chiqdi. Biz ko'rdi shu bug'doy emas. Albatta biz asilik turib qolamizmi? Avul karma yoki hal deydi. Üzüm tili. Yani aslı kullu fitne. Çünkü o bütün fitne basatınki asas tige ulaydı. Karma mı, hinta mı? El karma. Üzümle arak deseydim. Arak da buzgunçlıklarının sebep olduğunu deseydim. Avut tine yaki encüken. Tin dese encü oldu. Tine diyen mufrad bir tal encü diyen. Fetekuna. Yani bunu yiysek ne buldu diyen bir sual kildi. Kanda ya da kaçan ne deysen yanlar, kaya deysen var. Muşi daraxtni imanlar dedi. Nima uchun bu daraxtni yesak bo'lmaydigan degan bir savol keldi. Fatakuna minaz zalimin. Agar buni yesanlar, chataq, zolimlardan bo'lib qolishlar dedi. Jazmun atfun ala taqraba. La ta'kula deshunama. La ta'kula, la takuna degandek. Va la taqraba hadihi shajara. Fatakuna, yani va la takuna demakchi. Demak, eğer onda qilsanglar, yeb qalsanglar, yaqin gap qilsanglar, zolimlardan bo'lib ketishlar. Taqrabaga atf bo'lgan ekan, takunani aslashma nun chiqib ketdi deydi. Jazm bo'ldi. Aw nasbun javobun lin-nahy. Eğer uning javobi deb qalsak, la taqraba, chunki bunda bo'lib qolishlar. Yaqin kelmanglarga, yaqin kelsang bunda bo'lib qoltinglar deganda bunda javob bo'lib qalsa, nahyninki. Nima uchun to'siyotlar bizni degan savol. Chunki bunda desa, bu chaqda mansub holat keldi. Fi mahalli nasb. Minaz zalimin, minallazina zalamu anfusahum. Zulm qilganlardan. Zalimin zulmning nimasi bor hozir maf'ulun bihisi yo'qdak shunama. Nima zulm qilgan demadi? O'ziga zulm qilgan deb uni tafsir qildi. Aw minad darina anfusahum yoki o'ziga ziyon o'g'anlardan, zolimlardan bo'lib qolishlar. Demak, endi Alloh taolo bir daraxtga yaqin kelmanglar deb bir cheklama qo'ydi. Endi bu yerda shayton qanday qilsam shu odam bilan havoni shu jannatdan chiqarib o'taman. Mushu bunda ustunlikni, bunda Allohga erishib ketam bu. Meni Alloh taolo mushun sababidan o'zining rahmatidan qo'yildi deb qiyshib bunga chora izlashni izdab ondan şeytan muş daraxt masalasida uni ozdiribdi yoki tiyildiribdi deylar. Fa azallahuma şeytanu anha. Yani muş daraxtni yeyish masalasida şeytan ularni tiyildiribdi. Yani daraxtdan deydi. Yani bir sebebi shajara desak bo'ldi. Yoki fi masalati shajara desak bo'ldi. Ay fa hamalahuma ash-shaytanu ala zillati bi sababiha. Ay daraxtning sababidan, yani şu masalada şeytan aşk gelenni tiyildirishga ilib bordi. Va tahqiquhu, yani buni rasmiy tahqiqlaydigan bo'lsak, bunda desak bo'ldi. Tahqiqning degan to'q, tahqiqning tarifi qilgan savqul amr bi dalilihi, dalildan akilish bir masala. Azal degan tiyildiritish, xatolashtirish. Yani buning anda to'liq bayon qilsak, bunda deyishki bo'ldi dedi. Fa astara shayton zallatahuma anha. Şeytan ularninki aş daraxt sababidan tiyilkitish nimasini keltirib chiqadi. Aw fa azallahuma anil jannati bima'na azhabahuma anha wa ab'adahuma. Anha degan hana shajara deb birinchi qarashda shajaraga apadi. İkinci qarashda jannatga apadi. Yani jannatga apadi bo'ldi.
ezhabahuma anha ve abaduma. Şeytan o ikisini tevdirip cennetten jiraklaştırıvetti, ketkizvetti, çıkırvetti. Fe ezalahuma Hamza. Hamza diyen qari ezallahuma diyen sözüne ezalahuma deb qiraat qildi. Demek bu qiraat hazır eşyadın yutketdi, çıkırvetti degan ma'noni bildirdi. Ve zallatu Adama bil xata'i fi ta'wil. Endi Adam nim bilan xatolashib qoldi? Nishada teylikish nimadan iborat? Tushunishda. Fi ta'wil degan nishada tushunish, tafsir qilish, izohlash masalan. Tefsir ma'nosida imma bihamlin nahy ala tanzih dun at-tahrim. Yani bu yerda buyruq keldi. Usulchilarda ham ta'liq qildi buni. Bu buyruq keldi. Bu buyruq ma'no asli haqiqa fi tahrim bu. Lekin bu keskin cheklimadiganda. Yaqin kelma deb qo'ydi, unda yaqin kelib qolsam cho'masa emas degandek menda o'ylab qoldi demak. Aw bihamlil lam ala ta'rif al-ahd. Yoki ash-shajara dedigan, ash-shajaradagi alif lamni ma'lum bir daraxt yema dedi. Ma bir tut buğdaydan yema degan bo'lsa, ya ma bir tutaldan üzümdan yema degan bo'lsa, yani başka bir tut üzümni yesam bo'ldi-ku. Anında yemerganda, mani yesam bo'ldi deb o'ylab qoldi deydi. Va kana Alloh taala aradal jinsa wal awwal wajh. Xuddi Alloh taala bütün jinsni irada qilgandek. Ya'ni üzümdan bo'lsa, buğdaydan bo'lsa qat yema degandek. Lekin Odam alayhisalom ma bir tutni ya ma yadiki buğdayni, ma etizdagi buğdayni dedi. Aya başka bo'lsa undimida da mushina deb bunda tushunib qoldi. Ahliga gapni chiqardi. Wal awwal al wajh. Demak, birinchisi sal jalliqroq. Yani bir yerda bunda xato tushunib qolgan u bu degan bu mo'tazilga o'smaydi. Sevasida azallar qusuran, ba'zilarga diqqat qilmay savallikdan adam bir xatolish bilan bo'lib qolgan bunday. Shaytonning shu hamma. O'sha bir xatolik bo'ldi hamda. Endi qarayotgan chog'da bo'ladi bunda. Lekin bu qasddan narsa emas-da. Alloh taolaning bu buyruqi bunda men qasam unda yo'q. Bu qasdlik yo'q bu yerda. Ba'zida inson unda xatolik buni. Masalan, bunda gunohlar bu deb o'ylamaylam. Bu xuddi to'g'ri ish teklam qilib solgan bor. Keyin birisi kelib, "Voy, siz mundami qilmasa, voy, men hech diqqat qilmadan qilib solmamasmi?" deydi-ku. Shunga o'xshash endi. Va hada dalilun ala annahu yajuz itlaq ismi zalla ala al-anbiya'i alayhimus salam. Aleyhissalatu vesselam. Bu zallat bulab qoladi payg'ambarlarda deb shunda ism bilan ishlatsak joiz bo'lganligiga dalil. Payg'ambarlar ma'sum degan bir haqiqat var, değil mi? Masum. Peygamberlik kelgandan ilgari deb buni ayirdi. Peygamberlik kelgandan masum anil kebair vel qabaih ve ma yadurru bil muru'a mesela. Odatda isl adamgarchilik, fazilatga xilaf qiladigan nuqson, ayb, undan keyin adamgarchilik. Jismonda balki kasal bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin. Odatda to'liq mukammal bo'ladimi? Yoki sinoq tariqasida nima bo'lishi mumkin masalan ba'zi payg'ambarlar Ayyub masalan kasal bo'lgan onda ahvoli bor. Lekin normalda bunda tas xislatlar cho'ng kebir gunohlardan xoli bo'ladi. Yani sag'ir cho'q kichik gunoh sodir bo'lamdi bo'lmamdi. Ya xatolik unutib qilib, bunda bir ishni qilib sodir bo'lamdi bo'lmamdi bo'lsa bo'ladi. Yani jumhurning qarashida payg'ambarlardan sag'ir yoki xatolik sahvallikdan müjdellama şunun kadar dikkatsizlikten ne bulup var. Bunda isli sadir bolsun buldu deb qo'ydi. Endi bu yerda Mashayix Buxara endi Zalla degan ismni payg'ambarning sadir buldu deb bunda atsak buldu debdi. Fa innaha ismun li fi'lin yaqa ala khilaf al-amr. Yani buyruqqa xilaf holatda bo'lib qolgan bir ishning ismi, tushunami? Min g'ayri qasdin ila al-khilaf. Men xilaf qilay deb qasddan qilmay, diqqatsizlikdan endi bo'lib qolgan. Kazillatul mashi fit-tin. Xuddi qatqaq yo'lda mangan kishi rus ma'aydisini vaqtda telkizg'o. Maqsadsi telkizishdak telkizishdan iborat deb. Va qala mashayix Samarqand olimlari shu chaqda O'zbekiston, Afg'oniston, Mavranlar mushu diyorlar ilm ma'rifat qattiq taraqqiy qilib, ya'ni hijriy 3-4, 5, 6 asrlar taraqqiy qilib, har bir shaning olimlarining bunda ayrim bir qarashlari bor. Kalamda, fiqhda masalan. Hatto fiqhdami Mashayix Buxoro, Mashayix Samarqand, Mashayix Balx bunda qaraganda ayrim qarashlar bor. Xuddi masalan Shafiy mazhabining Bag'dodiyda bunda, Falaniyadagi Xurosoniyda bunda degandek shikil madrasami bu. Iqim. Demek muş kalamda Mashayix Buxara alimleri, Samarqand alimleri bunun o'rtasida farq bor. Yani Samarqand alimi unda la yutlaqu ismu zalla ala af'alihim. Payg'ambarlarning shig'onda zalla deb nisbatlash to'g'ri emas.
Kema la tutlaqul ma'siye. Mesela ular asilik qildi, ma'siyat qildi deb bunda demagimizdek, zalla degan so'zni ishlatmaymiz debdi. Va inma yuqalu fa'alul fadila va tarakul afdal. Ya bu afzalni qo'yib odatga normalni qildi desak bo'ldi. Bu odatda shaz bir qarash. Payg'ambarlar favqulodda unda ulug'lab, bu da insonlik nimasimi yo'qda ekan bu. Sebab ko'tarib o'tganlikni bildi. Lekin Abu Hanifa Fiqh al-Akbarning Imom Abu Hanifa mansub qilishdi gap bor. Degan shuni kagini Abu Hanifa mansub qilgan so'z. Payg'ambarlar bularga xatolik, sahvalik, diqqatsizlikni bunda misolda deyish bo'ladi. Lekin endi oyda xatolik bo'lsa, sahvalik bo'lsa, Alloh taolo uni tuzitib to'g'rilab qo'ydi. Sodir bo'ldi, lekin uni shunda tashlab qo'ymaydi. Hamma haq va bunda xato e'tiqod qilib qolgan holat emas, darhol uni ruslab qo'ydi. Va uni tuzitib, to'g'risida ya'ni muqim bekitdi Alloh taolo. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Azdirish orqali, vasvasalash orqali deymiz ya tamning to'lab baqdi. Kula min hadi shajara. Shunama Alloh taolo mush to'sab qo'yganda buni iymanda. Mushin inson mangu yashadi qolibdan o'sha jannatda. Deganda gar xil nimani deb baqdi. Odam alayhisalom tanishib havanimizdan chiqib deb baqdi deymiz. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Demak, ashunda qilib yurib, u ikkilan ishida bo'lgan nozimat huzur oyinda katta jannatdan chiqaribdi o'shkisini. Demak, oyinda izzat, karomat, ne'matdan chiqaribdi. Yoki jannatdan desak bo'ldi. In kana damiru lish-shajarati fi anha. Fa azallama shaytanu anha deganki damir daraxtga qaytidi desak, jannatdan chiqaribdi desak bo'ldi. Vaqat tawassala ila izlalihima ba'dama qila lahu ukhruj minha fa innaka rajim. Shayton Alloh taolo uningga sen chiqat, sen qo'g'landi shayton dedi-ku. Degandan meni qo'g'lotdim, ikki qism shay yashab ketaman. Men unda afzal tutsam, taqni sejda qilib buyuryapti-da. Tutiraman. Menlam chiqatmay. Bu mishkatso. Degan tariqadan undan azdu dedi. Li'annahu muni'a an dukhulaha ala jihati takrimati ka dukhulil malaika. Farishtalar izzatni chiribdi. Shaytonmi chiribdi. Keyin qo'lvatdi. Qo'lvatgandan keyin Alloh taolo asir qilib e'tiroz bilganidan keyin qo'lvatdi buni. Qo'lvatgandan keyin andin turib ya ijlanni ishiga chirib chiydi deymiz. Ya tamni tuyib turib to'lab gap qilib azdu deymiz. Yoki ishiga qanday qilib chiydi deyishimiz. La an dukhuliha ala jihati al-waswasa. Kirishdan cheklandi. Kirmaydi. Lekin vasvasalish qo'lida bor deb. İbtilani Adam ve Hava. Vesveselişini Allah Teala Adem Aleyhisselam'a, Hava Aleyhisselam'a, hatta insanlara, bütün puştuğa, bunda sınav tariqasida, bunda belgilab etken bir işem. Yani şeytan vesveselaydi. İnsanın şu kan tomurlarida mağalaydigan, unda bir xil ta'sir ko'rsatadigan xususiyatga ega qilib qo'ydi. Wa ruwiya annahu arada dukhula fa mana'atul khazana. Rivoyat qilishicha, u jannatga kiray debdi. Jannatninki şu muvakkal farishtalar uni to'sib oldi. Fadakhala fi famil hayyati hatta dakhalat fi. Jilonninki og'ziga sirib turib, unda chirvag'an deb rivoyat qilindi dedi. Jilon bilan og'in ekan bu ish, yaqin, ko'ngil yaqin. Jannat bo'lgandan keyin bog' bo'lsanda qo'mchoq, jilon, toshqon, hamma asl bo'ldi-da dedi. Bulbul, Turg'ay. Men neminim mashu bularni yemanglar deganni qanday bilib olgan deysan? Yani u buyruqlagan chaqda u shu so'rinda ba masalan yoki shu jannatda ba vaqtda hamda iblismi shu yerda ba. Atrof bo'lganki anglaydi yo xabar topadimu. Vaqila qama indal bab fanada. Endi qarashda darvozadan tuytirib, yo tamdan tuytirib, okulam nazi shajarada bundan. Va qulna habitu. Biz shunlar dedik dedim. Al-hubud an-nuzul ila al-ard. Hubud degan so'z zaminga tushishdan iborat. Demak, hubud degandan ma'nosida bu jannat osmon degan ma'no chiqadi. Osmon degan ma'no. Endi mu'tazilning qarashida, yo'q bu jannatdagi Yamandagi, Falaniyadagi bir bag'da bu deb turoldi. Lekin ma jumhurning qarashida bu osmon deydi. Hubud degandagi o'sha tushgan ekan. Yaqilgan vaqtida shu osmon Allohning huzurida yaqilgan. Zaminda yaratilgan, shu Allohning huzurida yaratilgan. Demak, ihbitu degan xitob Adam va Havo iblis shuga qaratilgan debdi. Va qila wal hayya hayyan batishun qatar debdi. Vallohu alam. Va sahih li Adam va Havo
To'g'risi Adam bilan Havo onamiz qartilgan. Evtada dedi, xuddi sizlar va sizning sulbonlardagi farzandinglarmi hammanglar degan ma'noda. Evtada bor. Wal murad huma wa zurriyatuhuma li'annahuma lamma kana asl al-insi wa mutasha'abahum ju'ila ka'annahuma al-insu kulluhum. Demak, bu yerda Adam bilan Havo va u ikkilarning nasli, zurriyati, pushti, avlodlari maqsad qilingan. Çünkü insanın asli boğaçqa o'shkaylan va u shaxlab chiqqan, putaqlab chiqqan asli kötek boğaçqa ju'ila ka'annahumal insu kulluhum. Xuddi ular bütün insonlardeklar xitob qilyapti deb. Adamlarning balları yo'qda. Yo'qda. Lekin shuning aslamdi. Asli buvisi bo'lgan ekan, buvisi mo'zi bo'lgan ekan. Hamma insonga sen va avloding degan sizlar deb bunda qilyapti. Va yadullahu qawluhu ta'ala qala bita minha jami'a. Chiqqan tushunlar dedi. Demak, bu yerda xitob odamlar avoniz bormish xitob. Hamma birlikda, hamma shunlar har ikkalanglar degan. Ba'dukum li ba'din adu. Ba'zilarlar uchun dushman dedi. Wal murad bihi ma alayhi an-nas min at-tabaghi wa at-ta'adi. Bak insonlar, şu adam bilan Havoning farzandlari, Adam alayhisolamdan keyin qanday bo'ldi? Tabaghi va ta'adi. Hatta Adam alayhisolamning avlodisi Qobil Habil masalan, bir-biriga zulm qildigan, tajovuz qildigan, dushmanlashdigan, bir-birini ozdirdigan, qirg'inchilik qildigan bunda bo'ldi dedi. Wal jumlatu fi mawdi'il hal min al-waw. Ihbitu degandagi wawdagi ko'pchilik vaqtiga shuningda damirdan hal deydi. Ya'ni sizlar bir-birining dushman bo'lgan holatinglar chiqib ketinglar bo'ldi demiş. Bu mutaaddin. Dushmanlashgan holatda chiqib ketinglar. Bir-biringlar dushman bo'lgan holatda chiqib ketinglar. Shunda endi Allohga kelajakda endi dushman bo'lgan bilgachga chiqib ketinglar. Bunga dushman bo'lsizlar, bunda yashashlar, bir-biringlarni tajovuz qilishlar. Shaytonning bobi. Yani mutaabin desek, eğer şeytan mı var desek, insan bilen şeytan oturdu düşmanlık var. Aduvu mubin. Yani ya şeytan ondan sert adamı ihbita diyen, şikelengilen hitap kıldı desek, bu çağda sizin farzandını birbirine tecavüz kılgan, birbirini öttürden, kırgınçılık kılgan, mündahaletti bu. Bu ayetin aslında kullah bidu ba'dun ba'dun. Demek ayet bilan ayetni tafsir qilyapti. Yani ihbita degan keldi, unda odamlar avonimiz maqsad qilindi. Endi yani jama keltirishda ularning pushtilari neslimi maqsad qilingan. Ba'dukum liba'dun ba'id biravasmi qullah bidu ba'dukum liba'dun. Shayton bilan insonning o'tirisidagi bir-birisini dushman bo'lib chiqqanlar. Shu shayton odam havo şeylenge qartilgan bo'lsa, bu chaqda sizlar inson bilan ma shayton bir-biringlarga dushman bo'lisizlar, dushman holatda chiqib ketinglar. Düşmanlıklarni zimin qilib olamda tutishinglar degan ma'noda. Lekin bo'g'imiz bilan mo'mizlar qilgan bo'lsa, o'sha chiqib ketinglar. Sizlarning farzandlaringlar bir-biringizga dushmanlikdan bo'lib ketadi degan. Endi Odam alayhisalom shundan qanday oldi? Avonimiz shaytonga tushib ketdi. Ya'ni Odam alayhisalom Hindistonga tushdi. Avonimiz jiddiga tushdi. Yani bular Arfat'ta tanıştı. Muzdalifa'da birbirine yakınlaştı. Ciddi'de avonimizdan kabrisi var. Şimdi Rasulullah'ın yani şu kabrada, şu tam çoğurup, bu şu avonimizdan kabrisi de yüzüle kaçayken. Biz kaçta öttük, şu karab bakmadık değil mi? Onu kaçılık ya onu? Yani da bir oyulacak bir aktam sokaklıkımdı. Maşimadan köçüge yakınlardı. Hem de avonimiz insan boğan iken, ülem kıldıgan boğan iken, ülem kim kümüldüğün boğan iken, eceli boğan iken, bu ziminde bir yer kümelgen. Yani şu kümelgen yani zaten yakınları şu Cidde, Mekke, Medine, Müşatraf hani yakınımdı. Yani Cidde'de bağda bunda adil kadar bunda kayan bolsa 70-80% ihtimallık var mı? Avanımızdaki bu avanın kalan adam kızın boşlukta? Elbette. Bu adam aslında belki hem de haklarken üstürerken boş mümkün tapamaz. Fathul Kadir'da İmam Şevkani'nin. Adem Aleyhisselam bulan avanımız Arfat'ta tanıştı. Arafa diyen demişsin, Arafa diyen. Çünkü Arafa bağda yani tanıştı. İzdarafa diyen ihtaraba bin ham. Ya şu an birisi Hindistan uçup gitti. Hindistan uçup bak. Bir rivayette 300 yıl, bir rivayette 70 yıl, bir neçe yılda uzun bir müddet. Bu anda bunda zımınladım ya bir atak bayağı aldım da işte. Avanımız bir yerde, bu başka kıtada ki buraya kilip Arfat'ta ikisi tepişti bir. Şu Arafa deb atılgan. İzdarafa diyen Muzdalifa ihtirab manasida. Ya cem'den mi atayımız? Bir cem'en diyen bir Muzdalifa diyen oldu. Muzdalifa'nın ismi cem'en bu. Yani cemleş. Misal cem bo'lgan deydi. Odam alayhisalomlar avanimiz birinchi qatim birga bo'lgan chaqda avanimiz debdikan. Hada tayyibun zidnamin bakubdashkan. Iqra. Bu Fathul Qadir Shevkanining tafsirida bu. Demak endi Alloh taolo endi
aş yoluna zaman düşürüyordu şunama. Çünkü hatta biz heyz küreş, şimdi bu aş yol nimede hava anımız cennetlik çağda oy bir yapaklı bu da bir xılalıqa kızıqtuğanlık bir nima var deb. Şu anda Allah Teala 9 ay mesela 10 ay kadar mesela qozaq ko'tarishdan tas anda ko'taradigan, tug'utdan toza azab chekadigan, har oyda bir qatim odat ko'radigan, bir xil jazolangan tariqada bunda bir tabiatni qilib etgan degan gap bo'lyapti. Vallohu alam. Buni ko'pincha bu rivoyatlarga ba'zi sayyidlar bor. Uningga yandishib, yolg'on yapida, mush Yahud Nasaralarning yolg'on to'qimi gaplari, mish gaplar, maddaning so'zlari aralashib ketgan. Onun rastdan ham ayri, bundan o'qimasa xatolashib qoldi. Demak, mushadamda ba'dukum li ba'din adu dedi. Va lakum fil ardi mustaqar. Zaminda sizlarga ashi makan bor, urilishish, muqimlash joy bor dedi. Va mata'un azraq yashab bir o'zralat ko'rish bor dedi. Ilahin ma'lum bir chaqqa qadar, ya'ni qiyomat qadar dedi. Aw ilal maut yoki o'lgacha zaminda yashaysizlar. Qala İbrahim ibn Adham awratatna tilkal aklatu huznan tawila. İbrahim ibn Adham aşı bir qatım bir vaqt tamaq bizni uzun zaman xafalık qilib qo'ydi. Demak, adam olsam, aşı yapqan ekan, xatoligini qildi, qatchi bu xatoligini tundi. Tunamamda jannatdan chiqarib atdi. So'rayotganga Alloh taoladan so'rdi. Mush jannatga men qaytib kirsam bo'ldi. Bir qattiq hasrat, hatto 70 yil yig'ildi degandek gapim bor. 70 yil, 30 yil, necha yil yig'ildi jannatdan chiqarayotganlikka. Yig'lab nima qilganiga axiri Alloh taolo istig'for etsin uni o'tib. Rabbana zalamna anfusana va shu o'gatdi. O'gatganiga endi mush jannatga men endi qaytib chiqsam bo'ldi, qanday chirama deganga endi sen yaxshi amalni qilib bunda ishni qilsan, jannat chiroylaysan. Odam va uning qaytib jannatga o'z makonimiz bo'lgan jannatga qaytib kirishning ma'lum bir sizib qo'ydi. Demak, shu jannat kirishga loyiq bo'lgan kishilar shu jannatga qaytib kiralaydi. Loyiq amal qilmasa boshqa yashir. Vallohu a'lam bis-savob va ilayhil marji'u wal ma'ab. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.